2 3 2 3 Dunyoni go'zallik qutqaradi deydi. Agar inson go'zal ayollar hamisha dunyoni go'zal qiladi va go'zallik o'shandagina dunyoni qutqaradi. Go'zal ayollarimiz demak birinchi o'rinda o'zlarining go'zalliklarini asrab qolish uchun kosmetologga murojaat qilishlari shart. Kosmetologga murojaat qildi degani bu yuzini o'zgartirdi degani emas. Alloh bergan chiroyni ancha yillar davomida asrab qolish yo'li degani. Men shuning uchun hamisha Dilrabo opamga murojaat qilaman. Chunki men ularning mening yuzimga qilayotgan muolajasidan minnatdorman va roziman. Band edim, hech ham o'zimga vaqt ajratolmayotgan edim va bugun va nihoyat o'zimga vaqt ajratdim. Bu Dilrabo opamni qo'llaridan hammasi. Har doim mamnunman, har doim menga yoqqan, yuzlarim dam oladi, o'zimga vaqt ajrataman, men o'zimni sevaman, menga o'zim yoqadi shiori ostida mazza qilib dam olib, yuzimni yaltillatib chiqardim. Yuzlarim yaltillab ketdimi, qizlarjonlar?